Жасlar dafteri, imkoniyatlar dafteri. Men Navlenbergenova Gulshat Bahadur qizi. Men Nukus qalasi Ajnes atındağı Mamlaketlik pedagogikалық institutunda mектепке шекемгі ta'lim жөнелісінде 2024 жылы 2025 жылы оқуды тамамлап, қазіргі уақытта Арзымбетқұм махаллемізде 14 саналы мектепке шекемгі білімдендіру шөлкемінде жұмыс істеп атырман. Мен бұнан жүдә қуанышлыман. Себебі біздердің бәнділігіміз тәмінленіп атыр. Һәм бұнан президентімізге рахметтер айтамыз. Minnettarmiz. Жаслар dafteri, imkoniyatlar dafteri. Arzimbetqum mahallemizdagi yoshlar yetakchisi orqali yoshlar dafterini onlayn arza topshirib, o'z bandligimni ta'minlash uchun subsidiya tikarında tikuv mashina oldim. Hozirgi vaqtda bandligimni ta'minlab, xalqqa xizmat ko'rsatib atirman. Bu uchun hurmatli prezidentimizga minnatdorchilik bildiraman. Yoshlarga degan e'tibor har taraflama kuchli. Жаслар dafteri, imkoniyatlar dafteri. Men Gulmuratova Tolg'anay Arzimbetqum mahallesinde yoshlar yetakchisine xabarlasib, bankdan jеңillikten kredit alib, o'zim band etib, bugungi kunda pelmen, börek, qamsa, patirnan, pishiriqlarni pishiramen, bolishka, tortlarni isteb, xalqqa yetkazib berib, xizmat etib atirmiz. Prezidentimizga rahmat. Жаслар dafteri, imkoniyatlar dafteri. Men Turg'unboyev Kelimjoy Quvonchboy yo'li mahallamizdagi Balansiya Karg'anasida joylashtirish jarlashdim. Yo'l bitkarishi jas sifatida o'z bandligimni ta'minlash maqsadida Arzimbetqum mahallamizda yetakchi orqali bandligimni ta'minladim. Bizga ustida жұмыс o'rni yaratib bergani uchun hurmatli prezidentimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Yoshlarga e'tibori juda yuqori kuchli. Men bundan quvonchliman.